Allohni ko'p zikr qilib, bu dunyoda ham muattarligini, nurligini eslab yurishimiz kerak. Alloh taolo bizni o'zini eslashligimizda sababidan bizdan nur chiqarar ekan azizlar. Allohni zikr qilgan bandadan nur ziyoda bo'lar ekan. Shuning uchun bir qarang, doim zikrda yurgan odamni o'zi ehtimol juda husni chiroyli bo'lmasligi mumkin, lekin Alloh bir ajib nur berib qo'yadi. Bir istara berib qo'yadi, bundoq qilib aytsak. Ba'zi odamlar bo'ladi, ba'zi oqsoqollarimiz, ba'zi ahli ilmlarimiz bo'ladi. Aytamiz o'zimizga, juda bir ajoyib nurli odam ekan. U nur azizlar shu zikrdan. Allohni ko'p zikrdan. Endi bu nur nafaqatgina bu dunyoda, u dunyoda ham ziyoda bo'ladi. Qiyomat qoyim bo'lganda zikr qiluvchilardan muattar hid chiqib turar ekan azizlar. Muattar hid chiqib turar ekan. Chunki farishta Allohni zikr qilgan bandani kitobiga bundan muattar hid chiqdi deb yozib qo'yar ekanda. Qarang, qiyomatda mana shu muattarlik bo'lar ekan. Agar Allohni ko'p zikr qilsak.